bu ham tez. Oxirigacha ham tekish hojati yo'q. Zo'r. Просто gap yo'q. Zo'r. EPA Number 1. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda xalq tanigan, ommabop bo'lgan EPA kompaniyasidan eng kuchli shurpayvert bo'lgan uskunasini sizlarga taqdim qildik. Bunda esa yangi mehmon O'zbekistonga 1 yil bo'lgan kirib kelganiga Number 1 kompaniyasidan eng topoviy shurpayverti. Hozir bu ikkalasini sizlarga obzor qilib, bir-biri bilan sinab ko'ramiz va bir-biri bilan bellashadi. Narx bo'yicha, sifat bo'yicha, kuch bo'yicha. Qani ketdi. Bularning komplektatsiyasiga kelsak, kitobchasi, apparat o'zi, ikkita 20 voltli 2 amperli batareyka va tez to'ldiradigan zaryadkasi bor. Va buni ushlagich. Boshqacha qilingan va mana bu yerda klipsa. Bunga qotirib ilib oladigan, remingga ilib oladigan. Mana bunaqa qo'shimcha bita. PH2, PH3. EPA'ning komplektatsiyasiga kelsak, bunda ham kitobchasi EH20PB nomeri, apparatni o'zi 4 amperli 20 voltli ikkita batareyka. Bu bunda qo'shimcha plus degani. Klipsasi ham yaxshi baquvvat qilingan temirdan. Ikkita qo'lqopcha, ochga ham qo'shib berishgan va bunaqa qo'shimcha ushlagich. Shunaqa ishlaysizlar. Zaryadniy устройствоsi ham yaxshi qilingan. Va buni o'zining dasturmoli bor. Komplektatsiya shu EPAda ko'rganinglardek. Ikkalasining komplektatsiyasini ko'rdinglar. Farqlari: bunda EPAda 20 voltli 4 amperli batareyka. Bunda esa Number 1da 2 amperli batareyka. Bu EPAda ustunlik bor. Chunki bundan ikkita 4 amperlikdan ikkita uzoq vaqt ko'p ish qilasiz bu bilan. Bunda kamroq ish qilasiz. Nimaga desak, 2 amper. Ushlaydigani. Qaysi biri yaxshi ushlaydi? Nima deb o'ylaysizlar? Ishlatganlar bormi? Bunisi yaxshimi yo bu sistema yaxshimi? Nima deb o'ylaysizlar? Qo'shimcha perchatkalari bor. Dasturmoli. Ochkiga. Fikringlarni qoldiringlar. Kommentariyada kutib qolamiz. Qaysi biri ko'proq ball oladi. Ikkita instrumentni ham ko'rdik. Idishiga kelsak, ikkalasini ham idishi sifati yomon emas, yaxshi. Endi birma-bir tanishamiz idishi bilan. Kelinglar. Number 1 kompaniyasidan idishi sistemasi yaxshi qilingan. Bilmayman, menga yoqdi. Plastmassalari yaxshi. Sifati yomon emas. Festool kompaniyasiga o'xshatib qo'ygan. Ularga qancha chidaydi, endi buni biz test qilmadik hali. Mana bunaqa idishchalar instrument qo'yganingizda bu yoqqa bu yoqqa ketib qolmaslik uchun, ichida yoyilib ketmaslik uchun yaxshi qilingan. Bu unaqa seriozniy narsa emas, shu ham приятный. Bo'ldi, boshqa narsasi yo'q. Yopilish sistemasi. Bo'ldi, yopildi. Bunga menimcha keyingi boshqa idishlarni ulasa bo'ladi va billa 3-4 idishi billa olib yursa bo'ladi. Shunaqa. Yaxshi. EPAga kelsak, idishi plastmassasi bilmadim, endi bu bukiladigan plastmassa ekan. Qanaqa qattimligini hali biz ham test qilmadik. Bukilyapti. Number 1 ga qaraganda sal yumshoqroq.
yumshoqligi balki bu u yoqqa bu yoqqa egilayotganligini berar, to'g'rimi? Ochib ko'ramiz. Ichidan nima qattiq turishini belgilanmagan. Endi instrumentlarni olib yursangiz, u yoqqa bu yoqqa yoyilib ketadi. Mana u yoqqa adarodi mana yoyilib ketdi uje. Ana joy-joyda bo'lmaydi har doim ham. Shu idishida kelgan plastmassasi bir-biriga unaqa tushmaydi. 2 ta 3 ta idish olib yurish sistemasi yo'q. Ochilib yopilishi. 2 ta knopka. Endi bu knopkasi qanchagacha deydi? Hop. Endi bunisi ham olinsa kerak. Olinar ekan, buni qo'shimcha yana sotib olsangiz ham bo'lsa kerak. Bilmadim kimga qanaqa. No, men ko'proq number 1 idishi yoqdi menga. Bu ham yomon emas. Uskunalarni ergonomikasi, qo'lga qanaqa tushishi, hozir shu to'g'risida gaplashamiz. Number 1 EPA. Menga bilmayman, mana shu EPA qo'limga yaxshi tushdi. Men o'zimning fikrim, bilmayman, qo'lim barmoq uzun kaltaligiga qarasa kerak. Menga yaxshi tushdi. Udobni, ya'ni qanaqadir boshqacha bir noqulaylik tug'dirmayapti. Number 1da ozgina menga qalinlik qilyapti mana shu. Barmoqlarim kalta bo'lganga sal noqulay. Menga ko'proq yoqdi bu qo'lga tushdi. Lekin buni ko'rinishi juda ham katta, og'ir. Bunga qaraganda bu og'irroq. Ushlaydigan mana joylari ham lekin bunda udobniy, u yoqqa bu yoqqa bemalol xohlagan tarafdan ishlayverasiz. Hozir bu yoqdan. Bu narsasi EPAniki yaxshi. Number 1da esa faqat bitta tarafdan, mana shu tarafdan ushlaysiz, bo'ldi. Yo chapga o'ngga o'tkazsangiz ham bo'lsa kerak, ha. O'ngga o'tadi bu. Chapaqaylar o'ngga o'tkazadi. O'tar ekan. Yomon emas ikkalasi, lekin menga ko'proq EPA yoqdi. Fanarlarga kelsak, EPA kompaniyasida fanar bu yerda joylashgan. Men bu narsani pastga bundoq qilsam, bekilib qoladi. Bu fanar yo'q. Sal bundoq qilsam, mana fanar uje yarmi bekilgan. Number 1da esa fanar bu yoqda joylashgan. Bu hech qanaqa bekitmaydi. Qo'lingiz bilan o'zingiz bekitmasangiz bekitilmaydi. Keyin trishotkasi. Masalan, siz trishotkada shurup qotiryapsiz, siz sverlo narsa teshishingiz kerak. Buni mana buqasi surasiz. Birinchi trishotkada siz shurup qotirdingiz, yana teshishingiz kerak. Suryapsiz. Vaqt ketdi. Bunda esa trishotkada ishlayotdingiz o'zi, mana trishotkada turibdi. Shurup qotiryapsiz. Shunda bitta anaqa bo'ldi. Bitta yechim. Bitta движение. Qulaylik taraf bunda. Ikkita shurpovertda ham rezinoviy joyi bor, yonida, biqinida. Mana bu EPA kompaniyasida rezina qilingan va Number 1da ham rezina qilingan. Bu nimaga qilinganligini hozir sizlarga tushuntirib o'tamiz. Bu apparatimizni ko'proq katta taxtalarga, temirlarga tegish uchun mo'ljallangan. Tomlarni yopadigan usta akalarimiz buni yaxshi bilishadi. Instrument ishlatayotganda tushib ketsa mabodo mana bu tepalik bo'ladi. O'sha tepalikdan sirg'anib tushishi mumkin. O'sha uchun mana shu rezinalar qilingan. Ikkitasida ham bor. Number 1da ham, EPAda ham. Endi bu qanchalik yaxshi ishlashini hozir sizlarga tushuntirib o'tamiz. Tepalikdan hozir buni sirg'antiramiz. Qaysi biri yaxshi qilinganligini o'zingizlar ko'rib olasizlar. Qani ketdi. Tomni gradusini endi bu yerda shunaqa o'xshatdik. Tasavvur qilinglar, bu tom yopadigan joy 50 gradus, 49 gradus. O'sha yerdan hozir instrumentlarni tashlaymiz. Qo'limizdan tushib ketdi.
Number 1 rezinasi yordam berdi. Bunaqasi tushib ketdi. Mana. Ko'ryapsizlar? Rezinasi mana shu rezinasi o'sha uchun qilingan. Foydasi bor, ushlab qolyapti. EPA kompaniyasidan. Shu joyi yopishmayapti. Hop, yopishuvdi, chiqib ketdi. Aniq yopishmayapti. Chang bo'lmaslik uchun. Ham tushib ketyapti. Sekin qo'yaman. Ketyapti. Sal nito yopishtirishganmi, joyiga yopishtirishmaganmi, bo'tiga qilish kerakmidi? Mana shu joyi sal o'xshamabdi. Tushib ketyapti. Ikkalasini ham hozir barobar qo'yib ko'ramiz. Epa tushib ketdi. Number 1 joyida turibdi. Rezinasi yaxshi ushlab qoldi. Ikkita shurupyorda ham o'ziga yarasha plus minuslari bor. Bularning lekin asl kuchi Newtonni hozir shurupyorlarda, mana bu katta shuruplarda, gluxarlarda tekshirib ko'ramiz. Ikkalasiga ham bir xil test. Epa birinchi mana ma'muladan boshlaydi. Bu eng oxiri buni tugatadi. Katta gluxar 15 lik, eni 12 lik. Ma'mula uzunasi 20, eni 6 lik. Mana bu 8 lik, eni 15 lik. Number 1 da ham xuddi shunaqa. Ikkalasi mana bir xil. Qaysi biri tez kirgizar ekan? Ikkinchi kursda boshlaymiz. Ikkinchi kurs rejim sverleniya, batareya full to'la. Bismillah. 1 2 3. Endi undan ham kattaroq gluxar qotamiz. Bu ham xuddi shunaqa. Bunda ham xuddi shunaqa. Ikkinchi kurs rejim sverleniya, batareya to'la hali ham kirgizar ekan. 1 2 3. Bo'ldi. To'xtadi. Bu ikkinchi kursda. Birinchi kurs rejim sverleniya, asl kuchini ko'rsatadi. Buni ham asl kuchi. 1 2 3. Oxirigacha kirgizmadim. Katta golovkani birinchi kursda kirgizamiz. 1 2 3. To'xtadi. Chiqib ketib, rejimga ketdi. Kirgizdi. Masalan, samarez EPA. Ikkinchi kurs number 1 rejim sverleniya. Rejim sverleniya. 1 2 3. Bu ham tez. Ikkalasi ham biza number 1 ga 4 amperlik batareya qo'ydik, chunki o'zida 2 amperlik chiqadi. Bunda 4 amperlik, bunda ham 4 amperlik. Batareya birinchi kurs rejim sverleniya. 15 santimetrlik gluxar, 8 lik. Kim birinchi qotirar ekan? Birinchi kursda. 1 2 3. Ko'rdinglar qaysi biri birinchi qotirganini? Endi number 1 da men qotiraman, EPA desa Abbos. To'la batareya, rejim sverleniya, birinchi kurs. Birinchi kursda ikkalasi ham 1 2 3. Barabar manba number 1 tezroq. Number 1 ikkinchi kurs rejim sverleniya kuchi yetami ekan? 1 2 3. Bu ham yetib keldi. Endi esa birinchi navbatda qilamiz. Bu ham birinchi kurs rejim sverleniya, batareyalar to'la. Yangi joyga qo'yamiz. 1 2 3.
Xohlagan tekish hojati yo'q. Zo'r. Просто gap yo'q. Zo'r. Ikkita apparatni ko'rdinglar. O'zini ikkalasi ham zo'r ko'rsatdi. Ikkalasi kuchi ham почти teng, faqat buni hajmi kichkinaroq va yengilroq. Narx bo'yicha bu 1 million 700 ming, 1 million 800 ming, 100 ming u yoq bu yoq razницasi bor. Bu esa 1 million 450 ming. Agar 4 amperli batareyaga qo'shsanglar, yana 400 ming doplata qilasizlar, o'shanda teng bo'ladi. 1 million 800 ming bo'ladi. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, kommentariyada belgilab qoldiringlar qaysi biri yoqqanini va eng chiroyli kommentariy yozib, eng ko'p like yig'ganga biz mana shu EPA kompaniyasidan bo'lgan eng kuchli shurpayortni o'sha odamga sovg'a sifatida shundoq berib yuboramiz. Number 1 modelimizni bizani sayt orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Steel Tools jamoasiga, Instagram sahifasiga, YouTube sahifasiga obuna bo'ling. Keyingi videoda qaysi brendni instrumentini biza bir-biri bilan solishtiraylik va to'g'ri ma'lumot, kerakli ma'lumot beraylik. Kommentariyada yozib qoldiring. Biz keyingi videoda o'sha instrumentlarni topib test qilamiz bir-biri bilan.